1990 yillarda 55 yoshda Turkiyaga kelib yerlashgan Mehmet To'xta Emin aka yoshi 70 dan oshgandan keyin jasadini muhojiratda qoldirmaslik orzusi bilan ona yurti Qashqa To'qqizoqdagi Buvana mozorligidan bir yerlik setib olgan va jaddi jamoatning xotirasi uchun bir gumbaz soldirgan. Hani ben şu anınki ay ne bilek yani şu yolun boyu şu an bir şey şekillik yavarken şu an bir traktör tüydüğü sebebi ya ekip tüzlep 5 mona kılıp 5 stol bakıp sonra çıkırıp tüzlayına. Şunun tepsi gümbez kılıp yapman ya kök gümbez kılıp. Gümbezin şekli kök sırlatkan kök sırlatkan. Aynı çağda o yani şu tavallikte bir başlangıç mektep binasını saldırgan ve 150 mo yer içip bir bağ bina kılgan. Başlık ya gümbezin o takı yakın. Ular 150-500 milyon yava, 500 milyon 150 milyon toktanlaşıp hükümetler kıyıkan, o yer başka. Yani malın müstakmeyle hesapta olmadı kesim o. Gümbez yani onda tötül tarafı uçuk. Stol böyle simrot stolda, daha yuvan stol var o 10 metre kilde. Biraz bitti. Yuvan tümü var, parçakta tümü var demin içinde. Bek müstahkem kılgan gap. Şu çağlarda Mehmet To'xta Emin akaning bu plan va tirishchanliklariga ko'z yumgan Xitoy doiralari mazkur gumbaz joylashgan Buvana mozorligiga qarata 2017-yili ziyoratni cheklagan va 2021-yili mozorlikdagi bir qism gumbaz va soyvanliklar qatorida Mehmet To'xta Emin akaning gumbazini chekib o'tgan. Tütücü bilen, vatucu bilen ko'lab elib chekib ay yıktık yaptım ondan işte bunu tek taş koyganlar var. 4-5 stol bitirdi. Ama rahat çakılgan. Isim tarihi. Bizlikli bazı tokalarımızın mazırını xetim tutmam da. O maksud tarih eserler tarihini güçlendirme. Aşaretlik sahip çıkma diye çıkan iş var. 2017-yili urug' tuqqanlarini ziyorat qilayotgan mezgilda yurtidan ayrilishga majburlangan Mehmet To'xta Emin aka 7 yilcha farzand va nevralari bilan aloqa qilmagan va yerligida saldirgan gumbaz haqida ma'lumot olmagan. U yaqinda Do'yinda tarqalgan bir sinfchirdan yurt To'qqizoq Langardagi Buvana mozorligi va o'zi saldirgan gumbazdan chiqib etilgan ko'rinishni uchratgan. Bu resim benim mazarlıkımda çakka resim mazarlıkımdaki İstanbul'un yıkılgan yerleri, bağının kurulgan ağaçları, az su açmaya taşı tuttu. Kırılgan mazar, onun aşağısında cami vardı yani cami anda tuttu. Yani şunun yanında mazarlık vardı uzakta. Büyük gümbez tuttu eski tarihte. Onun yanındaki benim yasan gümbezlerimle kırmış çakma ağaçlık kurup bu çiçekler susuz kalmış. Şu adam çıkın koymamış aşağıya. Ko'rinishda o gumbaz uchun ishlatgan 10 metr egizlikdagi 5 tane simit tuvruk yerga yiqitilgan holatda bo'lib, gumbaz atrofidagi mevalik daraxt, gulgiyohlardanmi asar qilmagan. Bakardım ben bir ağaç kılar, yani bir yeşillik olsun, bir menzilin peyda olsun. Dep nurhun küçümne pulunu serip kılıp kıysam, ben jiganga kılgan gulubap baktım. Uzam tuttu şu an. Toprak terekne oldum. Ancak kılıp her kılıp şekilde bir menzil kılıp bütün çamlarını aşağı bölüp ben şöyle kıysam bir gün aşağı kılıp tutmaz mı? Telefonimizni qabul qilgan To'qqizoq Langardagi bir soqchi xodimi Mamtimin aks saldirgan gumbazdan chiqib o'tilganligini dalilladi. Tijliq. Siz mau Langardagi kana soqchisimi? Türkiyelik Mehmet To'xta Emin degan kishiniki bu sag'izgan gumbazini chiqishda siz bormi yo'qmi shu naq maydonda? Bizim mağaza gittir bu. Siz nima ishga bormadingiz bu yerda? Bizde şu günler baş hizmet kılıp mağaza gittirini ezip kılgan şu dem var. Chiqilgan kuni qaysi kuni? Bu nasıl uzun boğan resim diyor. Hem ailesiga nima deb tushuntirdinglar buni? Türkistan burunmuşunda Sırtı şuğulma piştinerler, şuğular bulup degen yağa, şuğulmanca kolunu koydurup, kıtılgan yapıldı. Ailesiga hamda bu mazorlikni tavop qilish, bu diniy asabiylikka yetaklaydi, diniy asabiylikka sabab bo'lib qoldi deb mushu nuqtadan diniy asabiylik nuqtasidan tushuntirdingmi yoki bu sizning dadang ayat bo'lganlik uchun, dadang bu bo'lginchilik bilan shug'ullanayotganlik uchun bu muqimlik bilan munosabatli bo'lganlik uchun deb tushuntirdingmi? Yo'q, shildagandek. Demak, muqimlikqa bog'lab tushuntirdinglar. Yo'q, muqimlik emas. Qanday bundan oila tabatlaridan bir norozilik keldimi to'g'riliq? Ballardan. Yo'q, hozirda gap so'z bo'lmadi bizning yurtimizda. Ish bo'lmagan chog'da ma bir mezgil qolib qolsin. Bunaqa manchilik mablag' solingan, maxil shakldagi qattiq qarshilik emas, o'zining o'xshamagan fikrni o'tirib qo'ygan ahvolda bo'lmadimi?
Ya Avrupa'da onlarca söz bulmadı. Ma'lum bo'lishicha, yaqin atrofdagi yana bir mozorliqdagi ota-onasining jasadini o'zi saldigan gumbaz atrofiga yetkazishni, bu orqali jaddiy jamoat uchun bir xotir o'rni barpo qilishni ko'zlagan Mehmet To'xti Imin aka bu gumbazni barpo qiluvchi bo'libmi gumbazni gullik bir bog'chi bilan bezigichi bo'lgan oraliqda dastlabki farzand va nevralari bilan birlikda chilak va cho'ginlarda suv to'shigan. Peste tuğma ver ya. Tuğunun tüpüsü tuğunu şipan kıl yasar. Şöyle tuğunu suyla sonra tuğuna çıkıp tuğundan sıkırıp şilinkilen her bir devakının tüyüge şilinke rezil gibi apır bada soğadın. O çaynak suya çıkıp soğadın. Yani balığın işıksel hemminiz acıkıp kökeğe geldiyken bomba burada yuğana turp arkalı su tatıp çıkan. Tokek bu tokek Ammo o'rin mozorliqning bir cheti va sig'izliq yer bo'lg'ashqa suv ehtiyojini qamday olmagan. Bu chog'da Mehmet To'xti Imin aka yana bir miqdor mablag' ajratib, atrofga tok tortgan va sug'urish uchun suv pompasi ishlatgan. Şuraya ben suyuna derya var da alt yaşlarına. Şuraya kenşi bak, tokuyla tartılgan turba kılıp, yani tek kömep eşkip suyunu 10 metre, 20 metre igizlikteki yani yantı turbada apırıp tokuyla tokak kilip, su kıla şöyle deve koyup yukarı kurup gitmeyene. Her yukarı yanakla, ürükler, şaptılar, devre hemiz boğan gep. Natijada 2009 yillarda bu yerlik ve gumbazning atrofi dal-daraxt ve gul-giyolar bilan turkangan. Mozorliqqa tavob uchun chiqqan necha yuzlagan kishilarga soyabon bo'lgan. Bu kaca 2009 yıl başlayan bolsam, şu 2019 yıl çaktım ki 2020 yıl çakkan bolsam 11 yılda şu hesapta kökler bağlap olan ki. O güvol verdi, kızıl gol hem de. Menzillik derek. Yana ma'lum bo'lishicha, rayondagi atalmış diniy asabiylikka qarshi harakat sababidan mazkur mozorliqning bir qismi yo'qotish nishoni bo'lgan bo'lsa, Mehmet To'xti Imin akaning Turkiyadagi Uyg'ur faoliyatlariga aktiv qatnashishi, jumladan tutqundagi farzand va nevralari haqida guvohlik berishi, u bino qilgan bu gumbazning nishonli holda yo'qotilishiga turtki bo'lgan. Egallashimizcha, Mehmet To'xti Imin akaning mazkur gumbazini yo'qotish uchun Qashqa viloyatlik partkom maxsus buyruq tushgan. Çıkışının özgüle 5 milyon etrafında xarajat ajratgan. Siz bu Lengay sirki bir kendi sekreter olsunuz, şundaqmı? Ha, qanday balınız yaxshimi? Yaxshi. Siz hem de şu kenetniki sekreter oluşup bilen Türkiyelik Mehmet To'xti Imin degan kishiniki saldıgan mazırını bu çaqıdığan işini sizge maxsus uqtirildi mi şu çıkışın aldıda? Aldın Allah şu ayanda alıp olgan çağda şu jigim bolgan çağda misallarından digen näçe kıldı. Şunda uqtirib qılıp kelgen. Gümüş akşamda jigim bolgan çağda şuna digen şunun bilen ertesi bizabja iş qılamay şu eştik. Şu çaqqan günü naq meydan siz barmı şeyde? Ha, baba. Saqçılar keldimi, kelmedimi? Saqçılar bexatarligini qo'g'dash uchun. O saqçılarımda ab kelmedi. Lekin şu bunlardan bir xat olsun, bir xatlik dikkat qılınlar. Bu yerdagi masalaning milliy madaniyat va diniy e'tiqod masalasi ekanligini ta'kidlagan Mehmet To'xti Imin aka mazkur gumbazni asli keltirish va atrofini gullantirish niyatidan voz kechmaganligini va o'zining buning uchun fursat kutayotganligini bayon qildi. Xudo ömür bersem diye aşağı rivojlandırım degan mablag' sarf aşağı bir ko'kaytim degan yerim bersem bay sıkı bizning dardimiz jiq ekan. Hürmetli radio anlıqçılar, yuqorida muhacir Mehmet To'xti Imin akaning yurti To'qqizaqda o'zi uchun saldigan mazar gumbizining chekib o'tilganligi haqida anglitish berdik.